Assalomu alaykum hurmatli Telegram bemorlari. Yana qarshingizda Zuhraxonning ro'moli loyihasi va uning boshlovchilari Hikmatilla hamda Abdumalik. Assalomu alaykum. Hikmat, bugun nima yangiliklar? Bugun yangilik juda ham katta. Mana Toshkentga 26 fevral kuni o'zining ajoyib konsert dasturi bilan Rossiya xalq artisti Filip Kirkorov tashrif buyurdi. Kim? Filip Kirkorov bilasizmi? Ajoyib qo'shiqchi Alla Pugachyovaning o'tmishdagi eri. Alla Pugachyova? Kim u? Alla Pugachyova hozirdagi Maksim Galkinning xotini. Maksim Galkin? Ha. Kim u? Xullas, ajoyib konsert. Dragoni sahnalashtirgan, ya'ni buyuk Dragoni rejissyor sahnalashtirgan zo'r konsert. Qaysi kuni bo'pti? 26 fevral kuni. Shoshma. Fevral oyi o'zi Istiqlol san'at saroyi konsertligi to'layotibdi. Mana misol uchun Shohruxxon boshlaydi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ketida aniq 17, 18-da aniq Benon guruhi. Undan keyin Rayhonning konsertlari, undan keyin boshqalar konsertlari. Konsert beradi-yu hamma 3-4 kunlab. Orada bir kun bo'ladi. Farroshlik kirib, shunday san'at saroyini yig'ishtiradigan kun, to'g'rimi? Filip chiqib, o'zini qo'shiqlarini paq urib, qaytib ketadi bu. Rossiya xalq artisti. Rossiya xalq artisti. Bir kun konsert beradi. Bir kun konsert beradi. Necha kun beradi? Qanaqasiga? Ana Nazir Jo'raqulov ham bizda 4 kun konsert beryapti. Kim u? Вот именно kim u? Nega 4 kun konsert beradi? Bitta savol-ku. Filip Kirkorov Toshkentga kelishi bilan qayerda to'xtaydi? Menimcha bitta qo'shig'idan keyin to'xtasa kerak. Qanaqasiga? Endi bilasizmi, uni sahnaviy kiyimlarini hech ko'rganmisiz? Shu ko'rmagansiz. Agar shu sahnaviy kiyimda chiqib bitta qo'shiq aytadigan bo'lsa, Chorsuvlik Shinavanda muxlislar bo'lsa, menimcha hammaligi turib chiqib ketishadi nazarimda. Keyin undan ko'ra shu Filip Kirkorov konsertiga xalq tusharmikan, xalqdan bir fikrini so'raylik. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Assalomu alaykum. Filip Kirkorov konsertiga tushmaysizmi? Yo'q, aka, uzr, ishim bor edi. Shoshmang. O'rtasida Ozodbek Nazarbekov chiqib qo'shiq aytadi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bu nimadan dalolat beradi? Bu albatta vatanparvarlikdan dalolat beradi. Mana o'zimizni milliy ajoyib san'atkorlarning konsertiga tushadi. Odamlar o'tiradi. Mana vatanparvarlik qayerda? Yana bu nimadan dalolat berishi mumkin? Balki narxidadir gap. Ozod konsertiga bilet 50 ming so'm. Filip Kirkorovga 750 ming so'm. Bu vatanparvarlikdan dalolat beradi. Biz juda ham xursand bo'lardik. Mana shunday taniqli artistlar, mana shunday taniqli qo'shiqchilar Benyon, Selen Dion, Kirkorov, Galkin O'zbekistonga tashrif buyursa, bizdek san'at shinavandalarini qandaydir xursand qilsa, Istiqlol san'at saroylarini to'ldirsa. Nafaqat Istiqlol san'at saroyini, balki mana bizda Paxtakor stadioni bor, to'g'rimi? Bunyodkor stadioni bor. Iloyim shu yerlarda ham konsert berishsin. Odam to'larmidi shunda stadionlarda? Albatta. Azizlar, sizlar bilan ajoyib yangiliklarni Zuhraxonning ro'moli onlayn dasturi bo'ldi. Sizlar bilan boshlovchilarimiz Hikmat hamda Abdumalik. Biz bilan birga qoling va payshanba kunlari osh yeb turing. Zuhraxon ro'moli, Zuhraxon ro'moli.